Assalomu alaykum barchaga. Attestatsiyaga tushishi mumkin bo'lgan geometrik misollarni ko'rishda davom etamiz. 14-masalamiz. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib x ning qiymatini toping degan. Xo'p, turkcha kitoblarni ishlab ko'rgan ustozlarimiz buni biladi. Ahmed Demirning Qilay geometriyasi Puza kitobida buni xossasi bor edi. Ya'ni bir tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisi teng bo'lar edi. Yig'indisi. Uni isboti parallel chiziqlarni davom ettirib chiqarib keladi. Uni isbotini ko'rmaymiz. Yechimini ko'ramiz. 80 ga x qo'shganim mana kattalashtiraylik. 80 plus x teng bo'ladi 25 plus 25 plus 55. Hisoblasak x ning 25 degan javob bo'ladi. Bu D javobimizda turibdi. Keyingisi DE iltagida 117 deyapti. F 9 ga teng. ABCD to'rtburchak yuzini toping degan. Endi to'g'ri to'rtburchakda shunday xossa bor edi. Isbotini keltiraman. Mana shu burchak alfa desam, AB bilan CD parallelligidan bu ham alfa. Buni beta desam, mana bu burchak ham beta. Chunki alfa plus beta 90 ga teng. Va 90 gradus qarshi to'g'ri to'rtburchakning tomonlari bo'lganligi uchun bu uchburchaklar teng uchburchaklar bo'ladi. Buni isbotini ko'rsatdim. Ana endi F 9 ga teng deyapti. F 9 ga teng mana. DE iltagida 117. AE bilan AC kesma ham teng. Buni ham o'z navbatida aytib o'tib ketyapman. Xo'p. Bizdan nimani so'ragan? To'rtburchakning yuzi. Tushunarli. AE ni A desam, AC ham A ga teng, to'g'rimi? Shu joyda DF ni B desam, BE ham B ga teng va bular o'z navbatida bir-biriga teng. Shu EFD uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llayman. B kvadrat plus 81 teng 117. Xo'p, B kvadratim teng bo'ladi 36 ga. Bundan B 6 ga teng. Ana endi B 6 ga teng bo'lsa, mana bu joyga olib kelib qo'yaman. Ya'ni ABC uchburchakda. ABC uchburchagimda B burchagim 90 ligini bilaman va Oklit teoremasi xayolimga kelishi kerak. 6 ning B ning kvadrati formulasini ham yozay. A ko'paytirilgan 9 plus A ga teng. B ni joyiga 6 ni qo'ysam 36 teng bo'ladi A ko'paytirilgan 9 plus A ga. Ana joyiga 3 ni qo'ysam 3 kere 12 36 ni beradi. Demak, A 3 ga teng ekan. A 3 ga teng. Mana bu diagonalim menda 15 ga teng. Diagonali 15 ga teng. 6 ko'paytirilgan 15 meni to'g'ri to'rtburchakning yuzini beradi. Nimaga? ABC uchburchakning yuzi AB taqsim 2 formula edi-ku? Yo'q. Bizdan ikkitasini so'raganda to'g'ri burchak uchburchakning yuzi to'g'ri to'rtburchakning yuzining yarmiga teng degan xossani ham ko'rishimiz mumkin. Bu maktab darsligida yangi 5-kitobida ham bor. Davom etamiz. 16-masala. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib ABCDning yuzini toping. Ya'ni trapetsiya berilgan, trapetsiyaning yuzini topish kerak. Trapetsiyaning biron bir tomonida o'rta nuqta berildimi? Demak, yuzasiga doir bitta xossa kelishi kerak. Siz bilan endi birlashtiraman. Agar ECB uchburchakning yuzini topib 2 ga ko'paytirsam, trapetsiyaning yuzi kelib chiqadi. Endi ECB uchburchakning yuzini bizga berib qo'yibdi, balandligini ham, tomoni ham. Yuzasini A desam 8 ko'paytirilgan 10 ning yarmi 40 ga teng. Mendan 2 ni so'rayapti-da. 80 ga teng bo'ladi. Shu uchburchak yuzini 2 ga ko'paytirib qo'ysak, trapetsiya yuzi kelib chiqadi bizdan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.